Siz sotib olgan lyuks paketi narxiga haqiqatan arzirmikan? Rozimisiz mana shu hamma narsadan? Haqiqatdan men roziman, mingdan ming roziman. Juda ham ortig'i bilan arziydi narxiga nisbatan. Men boshqalarga bu narxni aytganimda hattoki menga "Voy, sal bu ko'rsatilgan reklama bo'yicha arzonroqqa ketayotgan ekansizlar-ku, qanaqa yaxshi" deb ham aytishdi menga. Lekin men bergan pulimga mingdan ming roziman. 100% ortig'i bilan bu pul o'zim qilaman. Assalomu alaykum Dilnoz opa, yaxshimisiz? Ravzalardan kirib chiqdinglar, taassurot qanday? Rahmat, Allohga shukr. Ravzaga bugun ikkinchi marotaba kirishimiz. Taassurotlarim juda ham ta'riflab bo'lmas darajada hayajonda. Alhamdulillah, nasib qilgan ekan, Xudo xolisa kirib chiqdik. Birinchi mana shu Makka yo'nalishligi bo'lganligida sizlar mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hayotlarini bir chekkadan o'rganishni boshladinglar. Avvalgi safardagi ziyoratlardan ko'ra farqi bormi? Rostini aytaman, birinchi kelgan umrani safarimda 50 boshlar u darajada qanaqadir chiroyli tushuntirib bermagan. Sizni bergan tushuntirishingiz haqiqatan o'sha hayotiga kirib hamma narsani his qilib tushungandek bo'ldi. Odam to'liq taassurotga ega bo'ldi. Hozirgina Ravzadan chiqdinglar, taassurot qanaqa? Bu ikkinchisi yana. Bu ikkinchi martasi. Bizga Ravzaga 2 marta kirilish belgilangandi. Alhamdulillah ketadigan kunimizdan bir kuni 2 marta kirdik. Taassurotlarim juda ham boshqacha, gapirishga til ojiz. Gapirsam hozir yig'lashdan to'xtamay qolaman. Tasvirlab bo'lmaydi-ya? Yo'q, umuman tasvirlab. Odam o'zi kelishi kerak. Bunaqa sakinat, bunaqa halovat boshqa men shu yashagan umrim davomida ko'rmaganman. Safaringlar odatdagi reyslardan farq qildi. Ya'ni odamlar odatda Jiddaga kelgandan keyin, misol yaqinroq bo'lgan Makka shahriga emas, balki 400 kilometr uzoqlikdagi Madina shahriga kelishadi. Ya'ni safarni Madinadan boshlashlik kerak degan tushuncha paydo bo'lib qolgan. Sizlarda esa biz bu narsani o'zgartirdik va sizlar o'sha boshqa miqotdan, Juhfa miqotidan Makka ga kirib keldinglar va ziyoratlarni Makkadan boshladinglar. So'ngra Madinaga keldinglar. Mana shu ketma-ketlik sizga qanday ta'sir qildi? Fikringiz qanaqa? Bu borada fikrim juda ham yaxshi, chunki birinchi marta men sizlarning turfirma bilan tanishib chiqqan paytimda aynan menga yoqqan jihati boshqa ham turfirmalardan ajralib turadigan jihati birinchi Makkaga borish. 5 kun davomida Makka, 5 kun davomida Madina. Va undan tashqari qaytishda yana Jiddaga qaytmasdan Madina shahrini o'zidan O'zbekistonga qaytish. Chunki baribir bizda yoshi kattalar bor. Shuni hisobiga ham juda ham yaxshi ularga yo'l deb o'yladim men. Va undan tashqari birinchi Makka shahriga borib, odamning kuch-quvvati borligida umra amallarni juda ham o'zini vaqtida chiroyli tarzda bajarib olganimizda bu sizlarni ham, bizlarni ham eng katta plusimiz bo'ldi. Va umra amallarini bajarib bo'lgandan so'ng Madinada halovat va sakinat topishimiz bu o'zi alohida mavzu bo'lib qoladi endi. Xo'sh, yo'l-yo'lakay turli xil kompaniyalar har xil transportlarni yo'lga qo'yishadi. Kimdir poyezd taklif qiladi, kimdirlar avtobusda boradi. Mana bizning paketda sizlar Kia Carnival avtomobilida keldinglar. Qulayligiga nima deysiz? Qulayligiga gap yo'q. Kia Carnival haydab ko'rmagan ekanman, yurmagan ekanman. Hech ham udobstvasi juda ham yaxshi, komfortligi ham. Boshida men poyezd variantini ham ko'rgan edim, Jiddadan Makkaga nima. Keyin o'ylab qarasam, yo'q, ajdankalari ham bunaqasiga o'ylab qarasam, yo'lda ozgina odam bir vaqt hisobidan ham yutqizib qo'yadi. Bu variant juda ham yoqdi. Agar Makkaga ketishda ham agar o'sha Kia Carnival poyezdda variantini o'ylab ko'rsanglar, u ham yaxshi bo'ladi. Ziyoratlaringiz davomida har xil joylarda bo'ldinglar, har xil joylarning tarixi haqida eshitdinglar. Mana shular haqida, ya'ni eng ko'p esda qolgani qaysi bo'ldi? Menga eng ko'p esda qolgani Qubo masjidi bo'ldi. Qubo masjidi. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yashab o'tgan barcha joylari, ular haqidagi ma'lumotlar hammasi menga qaysidir taraflama juda ham katta dars bo'ldi. Sahobalar hayoti va sahobalar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uchun qanaqa kurashganlari hammasi juda ham katta taassurot qoldirdi va juda ham ko'p ma'lumotga ega bo'ldim.